Assalomu alaykum, kuningiz xayrli, barakotli bo'lsin. Sho'ro ot bozori 3-qism 2-fevral 2026-yil dushanba kuni. Otlar juda ham ko'p. O'zingizga yoqqan otni tanlab, minib ko'rib, yoqsa pulini kelishib sotib olishingiz mumkin. Yoki bizga murojaat qiling, biz sizga ma'qulini topib olib berishimiz mumkin. Pastda raqam qoldirdik, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ha, albatta. Har doimgidek yana o'sha tortishuvli savol, bozorga yaxshi otlar chiqmaydi, uydan sotiladi, otxonadan sotiladi. Yo'q, bu noto'g'ri gap. Uydan olsangiz ham, bozordan olsangiz ham, internetdan onlayn olsangiz ham oldin tekshirib, minib ko'rib, nafas olishlarini, oldi orqalarini, oyoqlarini, yeb ichishlarini tekshirib, mutaxassis bilan maslahatlashib keyin olganingiz yaxshi. Bo'lmasa xato bo'lib qolishi mumkin. Bizlarni kuzatishda davom eting, komment izoh qoldiring, xabarlashamiz.